Gapiryapman, muomala qilyapman-ku, nima qilay aka? Sizcha ko'rmaydi-yu endi. Shunda bundan ortiq qanaqa muomala bo'ladi aka? Battle o'ynayapsizmi? Battle'ga keldingizmi? Battle o'ynayapsizmi? Men bilan siz o'ynaysizmi? Mana ikki o'ynaymiz. Nimani o'ynaysiz? Battle o'ynayman. O'ynayapsizmi? Battle o'ynash uchun urven kerak-ku. Urven? Mana urvenni ko'rmayapsizmi? Qani urven? Ko'rmayapsizmi urvenni? 17 mi? Ya bu kichkinasi bu. Kattasi qanaqa? Kattasi 34 ga chiqqan. Ya basharangiz 34 ga tortmaydi aka lekin. Turkiyaga kelsangiz ko'rasiz aka. Tem bo'l Turkiyada ekansiz, umuman 34 ga tortmaysiz. Nimaga biz aka Rossiyada qilamiz-ku? 34 ga umuman tortmaysiz to'g'risiga. Tushunmadim. 34 ga Turkiya tortmaydi aka. Bo'ldi, bo'lmasam bironta bilan battle o'ynagan payt ko'rasiz. Ha bo'pti, bo'lib tushasizmi? Tushamiz. Mayli sog' bo'ling, battle o'ynasangiz, o'ynasak. Hop. Raqib tarafdan kelarsiz. Menga o'ting, menga. Ha, qani? Bo'pti, mayli. Hop, sog' bo'lasiz. Onangni omiga siskay Samarqand. Uni o'zini so'king, o'zini. U qo'shmang, nomni qo'shmang. Nom juda xavfli nom lekin. Ha, yo, u Samarqand Urgut deb qo'yib olganda mana bu yerga. Ya, Manam Samarqanddanman. Ha, bo'pti, nima qilasiz? Manam ya so'kyapti, men pastga so'kib yozyapti. Ha, mayli. Xo'p. Men tanidim ukam deb yozyapti. Endi nima qilib o'zingiz go'stingizga ko'tarib solishsanglar, biz efir qilsak. Agar ruxsat bersangiz aka. Mayli.